Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Qor yo'q dedilaring, mana qish ham qishligini qilyapti azizlar. Bugun 23-yanvar kechasi soat 12:50 bo'lib turibdi mana. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Xullas Kirov qishlog'iga ketyapmiz azizlar. Zakaz tushgan onlayndan Saraso Center deb. Aytdim aka, Saraso Center deb zakaz bergansiz. Bu Kirovga menga borishimga qoplamaydi. Desam, akajon Kirovga 1 soatdan beri zakaz qilyapman, bironta moshina olmayapti. Keling, yo'l kirayizni beraman. Asadbekka borib kelishimiz kerak deb aytayapti-da. İltimos qilib gapirgani uchun ham mana hozir boryapman. Mayli u qo'shib bermasa ham mayli, roziman. Chiroyli muomala qilsa aka, borasiz-da, qayerga bo'lsa ham. Iltimos aka, bormasak bo'lmaydi, borib kelishim kerak degan uchun men hozir boryapman. Mayli, endi nech pul bo'ladi, nech pul qoladi, taksimetr bilan yo'qqanim yo'q. Boryapman. Endi nima demoqchiman? Maylilarga chiroyli muomala qilsangiz yo'q demaydi-da birontasi. Mayli deb boradi. Endi hech kim o'zidan o'zi zakaz qilmaydi, zarurmand odam zakaz qiladi-da. Misol uchun hozir Kirov deb tushganda men olmasdim. Chunki qoplamaydi-da meni kelib ketishimga. Lekin qarayapti, hech kim olmayapti, Saraso Center deb zakaz beryaptilar. Keling aka, borib kelmasak bo'lmaydi, yo'l kirayizni qo'shib ham beraman aka deyaptilar-da. Shunga hozir ketyapman. Endi aytmoqchi bo'lganim, muomala hamma narsani hal qiladi, har doim. Chiroyli muomala har doim hamma narsani hal qilib kelgan. Lekin juda galalyot bo'lyapti azizlar, buni qaranglar. Tezlik 20-30 dan ziyod yurib bo'lmayapti-da. O'zlaringni ehtiyot qilinglar.